رشته Endi sekin-sekin tayyorgarchilikni ko'rish kerak. Oy. Nozma? Nima bo'ldi? Ha, oyi. Hech narsa. O'zim shunchaki. Opang kelgan. Nima, uni ko'rmayapsanmi? Ko'ryapman. Kelib so'rash. Assalomu alaykum. Va alaykum Yaxshi assalom. keldingizmi, opa? Yaxshimisan singlim? Rahmat. Hadicha yaxshimi? Yaxshi. Oyi, qo'yavering. O'zi to'yga yaqin qolgan bo'lsa. Balki hayajon bosayotgandir. Nozi, senga nima bo'ldi? To'y bo'ladigan qiz nega bunaqa xomush yuribsan? Bu sening 3-4 kundan beri shu ahvolda yuribdi. Tinchlikmi axir? Menga ham aytinglar, balki yordamim tegar. Opa. Siz nimani ham bilardingiz? O'zingiz toparmon, tutarmon, shunda pochchamga tegib olgansiz. Men bo'lsa, Xullas. Seningni talabi. Agar uzatadigan bo'lsam, eng qimmat mebel, eng qimmat narsalarni olib berishim kerak ekan. Kafangado bo'laman-ku bunaqada. Voy. Nozi, sen shunaqa qilyapsanmi? ha? Nima qilay? Axir badavlat xonadonga uzatilayotgan bo'lsam, Xo'p, nima qilibdi? Unda o'sha badavlat yigiting yordam bersin. Behruz akam o'zlari yaxshilar. Onalari juda ham orzu havasli ekanlar. Kunda kunora o'g'illaridan talablarini bizga yetkazib turadilar. Shu gap rostmi, oyi? Uf. Oy, kira qizim. Yur qizim. Dadajon, Voy qizim, assalomu alaykum. Qalaysiz? Mana sizga yana bitta qo'g'irchoq. Yoqdimi qizim? Jonim qizim, qara e'tibor Voy bermadingmi? dadasi. Yana o'yinchoq olib keldingizmi? Mayli, bolaligida o'ynab olsin, yaxshi-ku. Haytgancha yaxshi kelib oldinglarmi? Olib kela olmadim sizlarni. Taksida keldik, qiynalmadik. Hay yaxshi. Biron narsa tayyorlab beraymi sizga? Yo'q, hech narsa kerak emas. Biz ham qornimiz to'q. Unda bugun dam olar ekanman-da. Ha, shunaqa. dadajon, men xonamga kirib o'ynayman. Bemalol qizim, o'ynaver. Bo'pti, men ham kiyimlarimni almashtirib chiqaman. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Qizim, axir men beva ayol Nima bo'lsam, bo'ldi, endi tinchlikmi? qandoq qilaman? Voy, odam qo'rqitmasdan tezroq ayting, nima bo'ldi o'zi? Kecha o'lajak ayol qudamiz uyimizga kelib ketdi. Xo'p, kelgan bo'lsa yaxshi. Shunga ham yig'laysizmi, oyi? Hamma gap shunda-da. Menga bir dunyo narsalarni bo'ynimga ilib ketdi. Voy, nimani ilib Meni ketadi? bitta o'g'lim bor. Orzu havas qilib qo'yganman. Yaxshi joyga qudab olishni xohlayman deydi. Sizni qizingizni kelin qilib olaman deb turmaganda, umuman kelin qilmasdim deydi. Voy, yo'q-ey. Tavba. Men unga aytdim. Boshida sizga bas kela olmaymiz deb aytgandim, eslasangiz. Lekin siz nima degandingiz? Menga kelinni boyligi muhim emas. 2 yosh baxtli bo'lsa bo'ldi degandingiz. Dedim,
Shundan keyin nima bo'ldi, oyi? Nima bo'lardi? Endi falon mebelni olasiz, falon gilamlarni olib kelasiz, falon parda qilasiz dedi. Boshimga bir dunyo narsani ilib ketdi. Axir u xotin talab qilayotgan narsalarga uyimni Yaxshi sotsam ish ham bo'lmabdi. pulim yetmaydi-ku. Endi nima qilmoqchisiz? Meni ham boshim qotib qoldi. Kimdan qarz so'rayman? Kim menga hozir qarz beraman deb ko'zi uchib turibdi. Mayli, siqilmang. Biror yo'li topilar. Faqat yig'lamang, oyi. Mayli. Men hozir ammangnikiga borib kelay-chi. Balkim biror bir yaxshi Xo'p. maslahat chiqib qolar. Men ham ertaga o'taman. Mayli, xayr, yaxshi. Mayli, yaxshi o'tiring. Onasi, ovqating tayyor bo'lib qoldimi? Voy, hozir. Qizim, ol. Men bu murabbo bilan yegin. Ma jonim. Rosa shirin, ha? Ol. Tinchlikmi? Xayolparast bo'lib qolding? Shunchaki o'ylab qoldim. Nimani? Muammo bormi? O'ylab qarasam, singlima to'yiga kiyim olmabman. Olmagan bo'lsang, ol. Ertaga do'konga tushamiz, olamiz. Voy, yo'q. Men singlim bilan qimmat do'konga kirib o'zim tanlab olmoqchiman. Mayli. O'zing bilasan, o'zi vaqtim ham yo'q. Ishlarim rosa ko'p. Shunga menga pul kerak. Mayli. Yonimda ham bo'lish kerak. Ma. Dadasi, bu yetmaydi. Voy. Yetmaydi? Qizingizga ham olaman-da. Keyin oyimga ham yaxshiroq kiyim olib bermoqchi edim. Bu yoqda ham bo'lish kerak edi. Voy, hammasini beravering. Shu yetadi. Yetadimi ish qilib? Yetkazaman bir amallab. Rahmat dadasi. Choyingizni iching. Choy quyib beraymi? Qo'ying, mayli. Issiqroq qilib iching-da, dadasi. Qizim, pulli kuchini ko'rdingmi, bolam? Ol, ich. Jonim, ichmayapsan. Voy. Necha metr ekan bu? Ish qilib yetarmikan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kela qobolajonim. Assalomu Va alaykum, alaykum oyi. assalom. Voy assalom meni. Yaxshi keldingmi? Ke jonim bolam. Yaxshimisan? Oy, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Tuzukmisan? Ha. Yaxshi keldingmi? Mana O'tir, harakati tayyorgarchilik bilan qilyapman. charchamadingizmi? Voy, nimasini aytasan? Mana sekin-sekin. Hamma narsani tayyorlab qo'yibsiz-a, oyi. Ha. Voy bu. Uncha chiroyli. Ha, buni bugun olib kelib berishdi. Chiroyli chiqibdi. Ha, ancha tayyor bo'lib qopti Tayyor. narsalaringiz. Ha, nimasini aytasan? Kuyovim yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Yaxshi. To'yga harakatlar bilan charchamayapsizmi? Voy, gapirma. Shunaqa ish ko'p. Qaysi biridan boshlashni bilmayapman-a. O'zingda nima gap? Oyi. Shu pulni olib qo'ying. Shuncha pulni qayerdan olding, qizim? Olavering, oyi. Erimdan ko'ylakka deb olgandim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, $700-ku. Mebelni bir uchini ko'tararkan. Oyi, xavotir olmang. Men erimdan yana pul so'rayman. Yo'q, qizim, qo'ya qol. Yana eringdan gap eshitib yurmagin. Oyi, erim pullari ko'p. Ozroq yordam bersalar hech narsa qilmaydi. Unaqa bo'lsa, eringdan so'rab olgin. Yashirib olib kelmagin yana. Xo'p? Xo'p, oyi, aytganingizdek qilaman. Yaxshi.
O'zi qayoqdanam mana shu baland dorga osildik deyapman. Undan ko'ra o'zimizga o'xshagan oddiy bir oilaga quda bo'lsam bo'lmasmidi? Mayli, siqilmang oyi. Bir kuli to'y o'tadi ketadi. Yana biror yo'li topilib qolar. Koshki edi. Ish qilib mana shu to'yni eson-omon o'tkazmasak bo'ldi. Boshimga tashvish tushib o'tiribdi. Menga qarash var. Mana bularni och. Senga ajoyib sovg'am bor. Rostdanmi? Voy! Brilliantmi? Ha, brilliant. Yoqdimi? Muncha chiroyli. Ke qo'lingni ber. Juda ham yoqdi. Rahmat. Muncha chiroyli. Juda ham qimmat bo'lsa kerak-a? Qimmat bo'lsa nima qilibdi? Nima sen bunga arzimaysanmi? Qanday yaxshi. Senga juda ham yarashdi. Rahmat. Nima bo'ldi? Nimaga kayfiyating tushib ketdi? Sen o'rningda boshqa qiz bo'lganda quvonch ichiga sig'magan bo'lardi. Yo. Xursandman. Faqat Bu nima deganing? Bu zona atayin oyim sen uchun berib yubordilar. Nima, oyim bergan sovg'alarni rad qilmoqchimisan? yo, unaqa emas. Unaqa bo'lsa qaytarma, tushundingmi? Qani kulib qo'ychi. Nimaga buyurtmamiz kechikyapti? Ofisant. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Qarang. Qale, Voy, kuyovingiz sovg'a qildilar. Brilliant ekan. Mana bu idishi. Oyi, nima bo'ldi? Nega xursandmisiz? Yoqmadimi sizga? qizim, buni qaytarishim kerak-ku. Kuyovim senga nikoh uzugiga brilliant sovg'a qilibdi. Lekin hozir biz brilliant uzukni qayerdan olamiz? Oyi, biz kumush bersak ham bo'veradi. Brilliant berishimiz shart emas. Qanaqadir rasmni yuboribdi Qani? xudam. Shoshma. Qudajon, o'g'lim bergan brilliant uzuk qizingizga yoqibdimi? Endi meni o'g'limga ham shunaqarog'idan olib berarsiz. Biz olgan do'konimizni manzilini jo'nataman sizga. Oy. O'g'limga shu uzuk ko'proq ma'qul bo'ldi. Ko'rdingmi qizim? Yemoni qusmog'i bor deb bekorga aytishmagan. Nima degandim? Oyi, unda men bu uzukni taqmay qo'ya qolaman. Ertaga qaytarib beraman. Yo, unaqa qilma qizim. Shu bilan to'yim buzilib ketmasin. Mayli, bir amallayman. Oyi, sizni qiynashni istamayman. Baribir bunaqa uzuk ololmaymiz. Men uchun seni baxting muhim. Qolgani topiladi, bo'ldi, o'ylama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qarab, boshim og'riyapti. Bor, bitta dori olib chiq, ber, tez kiyinib chiq. Xo'p. Voy, endi pulni qayerdan topaman? Ay, Voy, Nima qilyapsan? oy dadasi uzr. Hayajonlanyapsanmi, Dilnoz? Voy, Ha? nega unaqa deyapsiz? Hazillashdim. Ay, hazilingiz qursin. Hozir men artib olaman. Mayli. Kuydirishdan charchamas ekansan-da. Qo'lingiz kuymadimi? Dilimni kuydirganing yetmaganday mana qo'limni ham kuydirding. Xo'p, bu gaplarni qo'y. Undan ko'ra yangi olgan ko'ylagingni kiyib chiqchi, bir ko'raylik. Ko'rsatganing yo'q hali. Voy, ertaga ko'rarsiz. Voy. Hech ertaga ko'rmayman-da, hozir ko'raman. Bor. Oldinlari olishing bilan maqtanarding-ku?
ko'chaga berib kelgandim. Yengki sal uzunroq keldi. Kiyib ko'rib olgansan deb o'ylovdim. Mayli. Mayli. Choyingiz iching. Yana nimadir tayyorlab beraymi? Ay yo'q. Ko'yningni ko'rmoqchi edim. Mayli endi. Ertagacha sabr qilarmiz. Xo'p. Lekin hayajonlandingmi rostdan? Yo'q, Dilnoza. Bo'la qolinglar, kech qolaman ishga. Hozir. Mana chiqyapmiz. Dadasi, siz bunga qarab turing, men sumkamni olib chiqaman. Tez chiqaman. Jonim qizim. Yaxshi dam oldingmi, bolam? Mubina qizim, xolajoning to'ylariga boramiz-a? Ha, dadajon. Xolamni to'ylariga oz qoldi. Ha, xudo xolasa. To'yda mazza qilib o'ynaysan-a? Siz ham borasizmi? Albatta boraman-da, bolam. Hay, aytgancha, oyijoning senga yangi ko'ylak olib berdilarmi? Yo'q. Olib bermadilar. Yo'q, olib berdilar-yu. Olib bermadilar. Kecha qayoqqa bordinglar bo'lmasa? Buvamnikiga. Kiyim do'koniga bormadinglarmi? Yo'q. Rostdanmi? Ha, dada. Bo'ldi, chiqdim. Ha, chiqdingmi? Kutib qolmadinglarmi? Yo'q. Bo'ldi, ketdik. Ketdik. Ketdikmi qizim? Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi Va keldingiz. alaykum assalom. Odamni shundoq sharmanda qildingiz-ey? Voy. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Uy ko'rarga borganimizda siz olgan mebellarni rasmlarini ko'rsatdim qudayizga. U rasmdagi mebellar qudayizga umuman yoqmadi. Ha, u aytganini olmabsiz-ku? Shuning uchun men tanlaganimni olsin deb tayinlab yubordi. Tavba. Ha, to'y qiladigan odam yaxshilab kelishib olmaydimi qudasi bilan? Odamni uyatga qo'ydingiz. Agar qudayiz bilan kelishib olmasangiz, molyoyarga bormayman. Opajon, bu yog'imda pul bo'lmasa qayerdan olaman? Akangizdan qolgan davlatim bo'lsa-ki, ishlatsam. Menga nimaga ta'na qilasiz? Men nima qilaman? Mana Dilnozani badavlat xonadonga uzatgansiz. Yordam qilsin. To'g'rimi Dilnoz? Ammo aytishga oson. Erim toparman badavlat bo'lgani bilan har bir tiyinini hisoblab yuradi. Qanaqa bo'laman? Voy, ha shunaqa payt ayollik makringni ishga solasan-da? Qo'ying, opa. Shu qizim uyda tinchgina o'tirsin. Shu to'yni deb qizimning oilasi buzilib ketmasin. Endi Feruzaxon, Nozimaga bunaqa joylari avvalambor men topdim. Badavlat joy bilan quda bo'lishi o'zi bo'lmaydi. Xullas, chidaganga chiqargan. Yo'q, o'zi qayoqdan topaman shuncha pulni? Agar pulingiz bo'lsa, o'zingiz qarz berib tura qoling. Voy, ha o'zim ham o'g'lim uylantiraman yaqinda. Shuncha pulni qayerdan olaman? Tavba qildim, qiziq ekansiz-a? Oyi, bo'ldi kuyinmang. Bir yo'lini toparmiz. Shunaqa qilgin, jiyan. Oyingga yordam ber. Qudalari oldida meni sharmanda qilmasin oying. Bo'pti. Yuring, uyga kiring, choy qo'yaman. Men boray, boshqa safar kelaman. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yuring. Mayli-ammo. Xayr. Yaxshi Bo'pti. boring. Yur qizim. Siqilmang, oyi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dilnoz? Dilnoz? Ha? Hozir uyga kelganimda chaqirdim, eshitmadingmi? Yo'q, men charchadim shekilli. Nimadan charchaysan? Uyda bir tayinli ish bo'lmasa? Siz uydagi ishlarning qiyinligini bilmaysiz-da. Xo'p. Lekin gap faqat o'sha uydagi ishlardami yo? Sobir aka, sizdan bitta narsa iltimos qilmoqchi edim. Xo'p, gapir.
bir dugonamga yordam kerak bo'lib qoldi. Shunga qarz berib tura olasizmi? Qaysi dugonang? Dugonamga pul zarur ekan. Yaqinda operatsiya bo'lish kerak ekan. Shunga yordam berib turing. Nima, o'sha dugonangning eri yo'qmi? Eri bor, lekin Ha, bo'ldi. Qo'y. Birovning oilaviy ishlariga aralashma. Eri bor ekan, o'zlari maslahatlashib hal qilib olishadi. Tushundingmi? Undan ko'ra biror narsa tayyorla, qornim och. Bora qol. Xo'pmi? xo'p. voy namuncha kelmadi bu qizingiz a? Hozir keladi. Kelishi muncha qiyin bo'lib ketdi a? Hozir keladi. Voy xudoyim-ey. Voy, ozgina kutaylik. Kelib qolar. Ana, kelyapti. Kelyapsanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr, Kelyapsanmi? kech qoldim. Ha, pulni olib keldingmi? 5000 yetadimi? Ha, mayli, hozircha yetadi. Parda bilan mebelni amallab turarmiz a? Voy, ish qilib eringdan so'radingmi? Qarz deb oldingmi? Ha, oyi, qarz deb oldim. Xavotir olmang. Ish qilib eringni ruxsatsiz olmaginda. Voy opa, ja qiziq gapirasiz. Ha, boyga balo uramidi? Nima qilibdi? Toparman, tutorman, osobdi-da. Yo'q, qizimni ertaga oilasi buzilmasin. Undan ko'ra qizimni sarpasi sal mundoroq bo'lsa ham mayli. Faqat eridan gap eshitib qolmasa bo'ldi. Voy qiziqsiz-ey. Nozimani to'yi buzilsa mayli. Oyi, xavotir olmang. Hammasi joyida. Bu pulni kuyovingiz o'zlari berdilar. Aniq-a? Yaxshi. Ha, bo'pti. Bozorga tezroq tushaylik. Kech bo'lib qoladi bo'lmasa. Yura Mayli, yura qolinglar. qoling. Bo'la qolinglar tezroq. Nimaga kayfiyating yo'q? Behruz aka, kelin ko'ylak menga juda ham yoqdi. Faqat bir narsani o'ylab turibman-da. Nimani o'ylab turibsan? Sen bundan ham zo'riga arziysan. Qani, o'tir. Rahmat. Behruz aka, Hop, kelin ko'ylak zo'r. Lekin biz kelin ko'ylakning yarim pulini to'la olmaymiz-da. yo'q bo'ldi. Mayli, sen xavotir olma. Men oyim bilan gaplashaman. Hammasini o'zimiz hal qilamiz. Rahmat Behruz aka. Shunga ham rahmat deysanmi? Nima yeymiz? Nima yekin ot? Ofisant? Dilnoz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha. Ovqating tayyormi? Ha, tayyor. Kiyimingizni alishtirib chiqasizmi? Shart emas. Qo'yaver. Yo'q. Birinchi yeb olay. Keyin almashtiraman. Buni qo'yib qo'yasan, mana buni ham olib kirib qo'y. Telefonim ham qolib ketdi. Hozir. Mana. Bu pullar mengami? Yo'q, bilasan-ku, yangi loyiha uchun ajratyapmiz-ku. Ha. Dilnoza. To'yga kiyadigan kiyimlarimni ham tayyorlab qo'ydingmi yo? Yo'q, endi tayyorlayman. Ha. Keyin yangi ko'ylagingni olib keldingmi? Ko'ylagim oyimni uyida. Nega? To'g'risini aytsam, o'sha yerdan kiyib chiqib ketmoqchiman. Shunga uyga olib kelib o'tirmadim. Mubinani ko'ylagicha? Unga yangi ko'ylak olib bermabsan? Ungacha pulim yetmadi, dadasi. Agar shunga ham pul bersangiz, olib kelardim. Yetmadi? Shuncha pula? Endi juda ham qimmat do'kondan kiyim oldim-da. Ilgari bu darajada qimmat ko'ylaklar olmasding, ha?
Chunki bu safar singlimni to'yi. Avval kiyim ahamiyati yo'q edi. Endi bitta singlimni to'yida hammadan chiroyli bo'lishim kerak-ku. Tushunarli. Mayli, ovqatingni tayyorlab bo'lmasa. Hoy. Kiyimlarni olib kirib qo'y avval. Voy, hozir olib kirib qo'yaman. Yo, ovqatga qo'shasanmi? Yo'q, dadasi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, qudajon? Va alaykum assalom. Ha, quda? Telefoningizni ko'tarmaysiz? Uzr, boyam qo'ng'iroq qilgan ekansiz. Ko'rmay qopman. Ha, shunaqada. Biz qo'ng'iroq qilsak siz ko'rmay qolasiz. Uzr, to'y tashvishlari bilan yurgandik. Qudajon, xullas gap bunday. Qizingiz tanlagan kelin ko'ylak rosa qimmat ekan. Bugun o'g'lim shuni hammasini o'zimiz to'lay qolaylik deb aytdi. Men bo'lsam, yo'q. Kelin tanladimi, o'zi to'lasin deb aytdim. Keyin ertaga o'g'lim bilan qizingiz kiyim tanlashga tushar ekan. Bilasiz-a, meni o'g'lim bozordan kiyinmaydi. Eng qimmat do'kondan kiyinadi. Uzr, gapingizni bo'ldim, quda. Shu kiyim masalasini hamma o'ziga o'zi sarpo qilib qo'ya qolsa bo'lmaydimi deyotgandim. Hoy, bu nima deganingiz? Bitta o'g'lim o'ziga o'zi kiyim sotib oladigan bo'lsa, uylanib nima qiladi? Xullas, o'g'lim qimmat do'kondan kiyinadi. Belingizni baquvvatroq qilib do'konga borasiz endi quda. Xo'p bo'ladi, qudajon, sog' bo'ling. Bo'pti. Kelinglar. Endi nima qilaman? Miyalarimga og'riq kirib ketdi-ya. Pulni qayerdan olaman? Qizim. Nozima, qayerdasan? Oy. Biz tayyor. Qizim. Yaxshi dam oldingmi? Yaxshi. Ketdikmi? Assalomu alaykum. Ye? Va alaykum Yaxshimisiz, assalom. pochcha? Keling. Assalomu alaykum, opa, Yaxshi. qizimisiz? Tinchlikmi, Nozima? Ha, Nozimaxon. Hammasi joyidami? Ha, rahmat. Ertalabdan ozgina ko'rinishingiz boshqacharoq. Rahmat. Tinchlik. Opam bilan birga kiyim-kechakka tushib chiqsak maylimi? deb so'ramoqchi edim. O'shaning uchun vohlidan keldim atidan. Mayli. Bemalol. Bo'lmasa, Mubinani o'zim bog'chaga olib ketaman, ha? Yaxshi bo'lardi, dadasi. Rahmat, pochcha. Mayli. Yaxshi borib kelinglar. Mayli, yaxshi borib kelinglar. Men bularni kuzatib kelay, o'tirib turgin. Aha, xo'p. Qizim, oyoq kiyimini kiy. Qanaqa etsam ekan? Ketdikmi? Opa, shoshmay turing. Bozorga borishga bir simon pulim yo'q. Voy, obbo. Opa, sizdan boshqa axir kimimiz bor? Hozir kecha aytdim-ku, kuyovingiz bilan qimmat do'konga borishimiz kerak ekan. Bilasiz, unaqa do'konda kamida 1000 yoki 2000 ko'kat ishlatish kerak bo'ladi. Chiroyli sarpo qilolmay qolamiz, opa. Sinam, men ham pochini aldorib, vijdonim qiynalib ketdi. Bilib qolsalar meni o'ldiradilar. Vijdoningiz ozgina qiynalmay tursin. Men ham nima qilay? Dadam bo'lganlarida shunaqa qiynalib yurmagan bo'lardik. O'zimni ham jonim halak. Ish qilib bilib qolmasinlar deb qo'rqib tomon bo'ldim. Bilmaydilar, opa, iltimos. Shu to'y o'tib olsin. Keyin Xudo xolasa, hammasi chiroyli o'tgandan keyin kuyovingiz bilan qaytaramiz. Voy, singlim qaytarmasang ham mayli. Faqat baxtli bo'lsang bo'ldi. Yaxshi ham borsiz, opa. Hozir turib tur, men pul olib chiqaman.
Yes. Kim ekan? Allo? O'rtoq qattasan, pulni olib kelyapsanmi? Qatta olib ketding? Ha, Sodiq, namuncha shoshilasan? Pulni tezroq olib kelgin deyman. Hozir uyga keldim. Aytdim-ku, e'tibor qilmading shekilli. Pul uyda. Uni olib o'taman dedim. Shu? Muncha shoshiltirding. Tinchlikmi ish qilib? Ha, endi sen o'zing orzu qilgan mashinang keldi, tezroq olib ketgin deyman-da. Ha. Shoshilayotganim kenayni tug'ilgan kunlari edi. Bu yoqqa hozir to'y ham ulangan, singlisini to'yi. Ana shu to'yga haydab borsin deb ozgina shoshildim. Lekin hozir pullar uyda edi, shuni olib o'taman yoningga. Shunaqada biz seni hamma muammolaringni hal qilib beramiz-da. Bo'la qoldi, bo'l tez. Bo'ldi, boringga shukr. Hozir o'taman. 1,5 soatlarda boraman, menimcha. Ha, bo'pti. Xo'p, rahmat. Alo, Labay dadasi. Dilnoza. Yaxshimisiz? Assalomu Ha, alaykum. yaxshi. Va alaykum assalom. Menga qara. Pullarga kim tegdi? Pullar? Men bilmayman. Dilnoza, sen bilmasang kim biladi? To'g'risini gapir, pullarga tegdingmi yo'qmi? Yo'q, tegmadim dadasi. Agar pullardan olgan bo'lsang, rostini ayt. Lekin bu yerda ancha-muncha pul yo'q. Voy dadasi, bilmayman, men ko'rganim yo'q. Seyfni kaliti o'zida turadi-ku. Nozi, endi pochcha meni o'ldiradilar. Opa, men olmadim deb to'g'ri aytdingiz. Olmadim deb turavering. Bo'yningizga olmasangiz, pochcham hech nima qila olmaydilar. Baribir bilib qolsalar-chi. O'zingiz gullab qo'ymasangiz, bilmaydilar. Yaxshi ish qilmadim-da. Opa, men uchun qildingiz-ku. Nima arzimaymanmi? Ish qilib oilam buzilib ketmasa bo'ldi. Yo'q, buzilmaydi xudo xolisi. Hammasi yaxshi. Kuyovingizni oldida bu narsalarni gapirib o'tirmang, opa. Voy, o'libman bu narsalarni gapirib. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Ketdikmi? Kiramizmi? Aha, ketdik. Assalomu alaykum. Assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Oyi, Bobojon? yaxshimisiz? Tuzumiz, savollaringiz yaxshimi? Rahmat. O'zingiz tinchmisiz? Ha, yo'l bo'lsin. Ha, uyga ketayotgandim. Yaxshi, o'zim olib borib qo'yaman. Yo'q, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, tan Oborib. joningiz sog' bo'lsin. Qo'ying, xijolat qilmang. Olib borib qo'yganimga shuncha Baraka toping. rahmatmi? Yo'q, axir qizimdan pul berib yuboribsiz-ku. O'sha pulga men mebel oldim, gilam oldim. Hozir pardani ham buyurtma qildirib qo'yganman. Tan joningiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Shunaqa xursand bo'ldim, boringizga shukr. Qaysi pulni aytyapsiz? Oyi, nimagadir Voy, qizim olib kelib berdi, kuyovingiz berib yubordilar deb aytdi-ku. Ha, Haligi. ha mayli. Ha. Balki esimdan chiqqandir. Yuring. Keling. Xo'p. Bir gap bo'lar-da. Mayli. Rahmat. Ana.
Oyi. Oyi. voy bolajonim, kela qolinglar. Opa, Nima bo'ldi? Oyi, nimaga aytib qo'ydingiz? yaxshimisan? Qizim, axir menga qarz deb aytganding-ku. Agar kuyovimdan pulni yashirib olib kelayotganingni bilganda umuman olmasdim. Kuyovingiz jahl bilan bizani uydan haydab yubordilar. Nahotki pochcham shu pullarni deb haydab yuborgan bo'lsalar? Yolg'on gapirganim uchun haydadilar. Oilamizga yolg'on aralashtirding. Seni kechirmayman deyaptilar. Yaxshi ish bo'lmabdi, qizim. Uf. To'yimga 3 kun qolganda-ya. Shu momoyam bormidi? Sen faqat o'zingni o'ylaysan. Opangning oilasi jar yoqasida turibdi. Opa, bo'ldi, yig'lamen. Hammasiga men aybdorman. Bilaman. Shunaqa ish qilasanmi, qizim? Boplabsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum pochcha. Yaxshimisiz, kuyov? Nimaga keldinglar? Qizingizni o'g'irlikka o'rgatibsiz. Mana oilamiz buzilib ketdi. Pochcha, bularni hammasiga men aybdorman. Opam men bo'lmaganimda bu ishni aslo qilmagan bo'lardilar. Hali unim kam, hali bunim kam deb tinmay dardimni yetdim. Opam bechora men uchun pullaringizni o'g'irlashga majbur bo'ldilar. Endi bu ishni oqlab bo'lmaydi. Men uni kechira olmayman. Voy, kuyov, aslida sizni o'z o'g'limdek ko'rganman. Oilamda erkak kishi bo'lmagani uchun sizga ko'proq suyanganman. Otasi o'tganlaridan keyin siz bizga juda ham ko'p yordam berdingiz. Buning uchun mendan ming rahmat sizga. Dilnozaga kelsak, to'g'ri qilasiz. Men ham qizimdan eringni ish qilib pulini beso'roq olmadim deb qayta so'radim. Mana qizim guvoh, gapir. Shunaqa bo'ldi pochcha. Kuyovimdan qarz so'rab bergin deb iltimos qildim. Dilnoza ham yaxshilik qilib pullaringizni beso'roq bildirmasdan olib ketib qopti. Agar pullaringizni so'roqsiz olib kelganini bilganimda, o'lay agar olmagan bo'lardim. Qizlarim uchun sizdan men uzr so'rayman. Iltimos kechiring. Pochcha, iltimos, kechira qoling. Hayronman. Nima deyishga ham tilim lol bo'lib qoldi. Indinga to'y. Istasangiz agar sizni pulingizga kelgan hamma narsani sotaman. Pullaringizni joyiga qo'yaman. Faqat iltimos oilangiz buzilib ketmasin. Qolaversa to'yimizda o'zingiz bosh bo'lib turing. Bizni sizdan boshqa suyanganimiz yo'q. Pullaringizni hammasini qaytarib beramiz. Xohlasangiz bankdan kredit olaman. Faqat ajrashib ketmang. Axir bolangiz bor, guldek bolangiz bor-ku. Tirik yetim qilmanglar. Oyi. Siz axir hamma gap o'sha pullarda deb o'ylamayotgandirsiz. Bilaman. Gap pulda emas. Qizim noto'g'ri ish qilgan. U qayerda? Shu yerda. Ke qizim. Dadajon. Qizim. Jonim, Sog'inib ketdim sizni. rosa sog'indim seni. Meni kechiring, dadasi. Oyi, men o'zi shuncha gaplar gapirganingizdan rosa xijolat bo'lib ketdim. Albatta uni kechirdim, chunki hamma narsani u jigari, onasi uchun qilgan. Pullarga kelsak, ular mendan to'yona. Voy, baraka toping. Baraka toping. Rahmat pochcha. Mayli. O'g'lim yo'q deb armon qilardim. Lekin o'g'lim bor ekan. Rahmat sizga, Boburjon. Mayli. Qani, uyga kiraylik. O'zi ham rosa ostonada turib qoldik. Ha qizim? O'zim bitta yaxshilab ovqat qilaman. Qaranglar.
Mehmon bo'lasizlar. Yaxshi ham Kelinglar. borsiz, pochcha. Kir. Opa, shu aniq